Assalamu alaikum muhterem televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganingda Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarimizni takrorlab o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 12 ayning 12 kuni 1985 yildagi 12 dekabr o'quvchilar harakatining xotir kuni. Bu munosabat bilan ziyoratimizni qabul qilgan Amerikadagi siyosiy faoliyatchi va mazkur harakatning yetakchilaridan biri bo'lgan Nurmamat Musabay biz shu chog'da millatimizning jonijon manfaatlari uchun ko'krak kerib o'tirg'i chiqqanligimizdan faxrlanamiz deb ko'rsatdi. 1985 yılı Ürümçideki Uyghur Ali Mektep o'quvchilari namoyish qilib, hukumat doiralariga Uyg'urlarga qartilgan planliq tug'utni amaldan qoldirish, Uyg'ur rayoniga ko'chman yutkash va Uyg'ur rayonida atom sinoqlari ilib berishni to'xtatish qatorliq 6 turlik talabni o'tirg'a qo'ygan va Uyg'ur yoshlarining milliy irodasini namoyon qilgan edi. Nurmamat Musabay bu harakatning o'z navbatida yana bir milliy harakat ekanligi va buni eslab o'tishning muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayı Baş katibi Dolqun Aysa Efendi 12 ayının 8 ve 9 günleri Çex Cumhuriyeti'nin paytaxtı Praga şehrinde içilgan xalqaralıq fikir erkinligi muhakeme yığınığı təklif bilen qatnışıp Uyghur meselesini oturuq qoydu. Xalqara kişilik hukuk günü münasebeti bilen ötküzülgen bu qitimqi yığınğa Çex Cumhuriyeti'nin hükümet rəhbərləri, Amerika, Avrupa, Asiya, Afrika əllərdən kelgan kişilik hukuk fəaliyyətçiləri, kişilik hukuk mutaxassisləri, Çex Cumhuriyetidagi chet el elçixana xodimlaridan bo'lib 200 dan ortiq odam qatnashgan. Dünya Uyg'ur Qurultayı Baş katibi Dolqun Aysa Efendi o'z nutqida Uyg'urlarning fikr erkinligining ig'ir darajada dafsandi qilinayotganligini o'ttirib qo'ygan va Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga oid Dünya Uyg'ur Qurultayı tarafidan nashr qilingan kitobchini yig'in ahliga sungan. Türkiye'de bu yıl ötkazıldığı Xitay medeniyet yılı Uygurlarının karşılıklı namayışı bilen başlandı. Xitay-Türkiye diplomatik münasebet ornatqanlığının 40 yıllığı qatab, 2011 yılı 12 ayının 12 günü keşkorun Ankara'da mezkur medeniyet yılının içiliş murasimi ötkazılgan. Murasim başlanıştan burun murasim ötkazıldığın sanat merkezinin aldıda bir grubu namayışçı kolida ay yıldızlıq kök bayrak ve lozinkalarını kötergen alda bu faaliyetke narazılık bildirdi. Namayışni Ankara'daki Şarkı Türkistan Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti Şöbesi Reisi Hayrullah Efendigül uyuşturgan. Yakan Nayisining odamlıq yesidan kelgan Beijingdagi arzdor Yasinjon Sodiq tartib elingan 26 mo yerining davosini 14 yildan beri aqtirolmay kelgan va yaqinda Amerika prezidenti Barack Obamaga bir parcha xat yozgan. O xatida Xitoyning Uyg'urlarga ig'ir zulm selayotganligini pash qilib, Amerikaning Uyg'urlarning haq huquqlariga ko'ngil bo'lishini va Xitoyga besim ishlatishini talab qilgan. Yasinjon Obamaga yozgan xatida Xitoyning bir qonun davlati emas, saqchi davlat ekanligini, Xitoyda kishilarning qonun bilan emas, yolg'onchilik, aldamchilik va zo'ravonlik bilan boshqarilayotganligini pash qilgan. U Xitoyda fuqarolar huquqining ig'ir dafsanda bo'layotganligini, bo'libmi oz sonli millat fuqarolarining bo'zaq qilinayotganligini, o'z duch kelgan haqsizliklarning buningga faqat bir misol ekanligini sharhlab o'tgan. Yaqinqi 2 yildan buyon Yevropaga chiqib siyosiy panohlik tilgan Uyg'urlardan bir qismining iltimosi rad qilingan edi. Bularning rad qilinishiga asosligi panohlanuvchilarning o'z ahvolini to'g'ri va to'liq ifodalab berilmasligi sabab bo'lgan. Dünya Uyg'ur Qurultayining Yevropa Birligidagi aloqachisi Mehmet To'xtapandi bu sabab bilan Shvetsiyaga 3 qitim borgan. O 3 qitimlik safarida Shvetsiya Ko'chmanlar ishlari ministrligining Adliya ishlari direktori bilan ko'rishgan va Uyg'ur panohlik tilaguvchilarining o'z ahvoli siyosiy panohlik iltimosida to'g'ri va to'liq ifodalab berilmasligidagi sabablarni faktlar bilan o'tirg'a qo'ygan. Mas'ul xodimlar bu tushuntirishlardan o'zlarining belgilik darajada qanoat hosil qilganligini bildirishgan. Ürümçidagi bola boqquchining uyida zaxmlangan 3 yoshli Abdurimjonning ota-onasi davosini aqtirolmaganning ustiga qonun tarmoqlarining so'g'uq muomalasiga uchragan. Abdurimjonning ota-onasi bolaning badandagi yara va zahmatlarning sirtqi zahmat ekanligini dalillagan diagnozlarni isbotlarni ko'tarib 2 haftadan buyon Nanxus saqchi punktiga da'vo qilib berayotgan bo'lsa-mu, natija hosil qilinmagandan sirt, aksicha bo'xton chaplanib azobning ustiga xo'rliqqa qolgan. Bu adolatsizlik Abdurimjonning rak kasal bilan davolanayotgan onasi Zinnatgulni o'rnidan turishga majbur qilgan. Abdurimjonning dadasi, saqchi va advokatlarning o'ziga tutgan bu xil passiv pozitsiyasidan
adolatsizlik his qilgan. U o'zining amalsiz qolganligini bildirib, bolalarni zodi nimaga, kimga tayinib qo'g'daymiz deydi. 12 dekabr Xalqaro kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilinganligining 63 yilligi. Bu munosabat bilan 10 dekabr Yaponiya poytaxti Tokioda Sharqi Osiyo va Xitoydagi kishilik huquq masalalari temasida yig'in chaqirildi. Bu yig'inda Uyg'ur ziyolisi Turmamat Hoshim apandi Sharqi Turkistonning navbatdagi kishilik huquq masalalari temasida doklad bergan. Bu qitimqi kishilik huquq muhokama yig'iniga Yaponiyadagi nupuzli Xitoy demokratlari, Mo'ng'ol, Tibet faoliyatchilari qatnashgan va doklad bergan. Uyg'ur ziyolisi Turmamat Hoshim apandi dokladida 2009 yili 5 iyul Urumchi voqeasidan buyanqi Sharqi Turkiston vaziyati va Xitoy turmasidagi siyosiy mahbuslarning fojialik ahvolini tafsili tonishtirib o'tgan. Xitoy saqchi va sheriklari siyosiy panolanguchi Qamariddin Abdurahmanni panolanguchilik salohiyatidan voz kechishga davomli turda qistamoqda. Pokistonlik Uyg'ur Qamariddin Abdurahman bultur Afg'onistonga berib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan siyosiy panolik tilagan va iltimosi qabul qilingan edi. Shuningdan e'tiboran Xitoyning davlat bexatarlik saqchilari va ularning Pokistondagi sheriklari Qamariddinga orqa-orqadan telefon qilib, uni panolanguchilik salohiyatidan voz kechishga undamoqda. Uning aytishicha, o'tgan hafta yana Xitoyning Yakandagi davlat bexatarlik xodimlari Xitoyning Pokistondagi Rizoxon va Abduqayim qatorliq sheriklari Qamariddinga telefon qilib, panolig'idan voz kechishga yana bir qitim qistagan va voz kechishni o'ylash uchun 28 dekabrgacha muhlat bergan. Qamariddin Xitoy sheriklarining bu taklibi va tahdidlarini rad qilgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.